Yig'lamang, onam yig'lang. Surprizim sizga yoqadi, xudo xohlasa. Onamga zo'r surprizim bor. To'g'rimaydiganda endi chiqdisa ko'chaga. Onam mana iddalarni saqlab, mana ko'chaga chiqdilar. Onamning ko'chaga chiqishlariga men surpriz tayyorlab turibman. Ona gelikni uchastkam. Uchastka bola. Yaxshi uchastka. Birinchi onajonim ko'ryaptilar, mana onajonimdan oldin hech kimga ko'rsatmadim. Keling. Oching. Qani? Doim buyursin. Ilohim amin. Oxirgacha tiqing. Qani bismillahirrohmanirrohim. Onamning qadamlari birinchi. Mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam. Onajonim, bu sizni namozxonangiz bo'ladi, alohida. Bu sizni spalningiz bo'ladi. Mana bunisi sizni salingiz bo'ladi. Onajon, qani, xursandmisiz? Xursand. Surprizim yoqdimi? Bunaqa ishga hamma onalar xursand bo'ladi. Bolasini yutug'ini ko'rib, bolasini bu onasi uchun, bolalari uchun, jigarlari uchun qilayotgan ishini ko'rib hamma ona xursand bo'ladi. Biz Xudodan so'rayman, Xudo xohlasa mana shu uchastkalarda sizni duoyingizni olib yashash nasib etsin. Endi bitta orzuyim bor edi hayotda, o'zi hammasiga erishdim. Mana remontlab qo'yganimda adam tepasida tursalar, bir boshqacha bo'lardi. To'g'ri. Rosa shuni niyat qildim, shu Endi narsa. hamma orzu ham bo'lavermas ekan. Oxiratlari obod bo'lsin, adang ko'rib turibdilar deb o'ylayman hammasini. Xudo xohlasa. Buyog'iga Alloh o'zi kor xayrini Mendan xursandmisiz? Juda ham xursandman. Mendan rozimisiz ona? Roziman bolam. Xudo xohlasa. Siz eng zo'r xona, va'da beraman, sizni xonangiz bo'ladi. Xudo xohlasa. Bu Samiglarnisi mana, ota xo'lim bu. Bu esa olgan uchastkam. Orasi juda ham yaqin. Har bitta erkak kishini orzusi deb o'ylayman. Tug'ilib o'sgan joydan vatan qilish. Shunaqa baxt menga nasib qilgan ekan. Chin yurakdan sizlarga ham tilab qolardim. Gelikmas uchastka edi. Endi bu uchastkani sizlar bilan birgalikda remont qilamiz. Ofitsialni tabriklashingiz mumkin. Sizlarni yaxshi ko'raman.